Salom do'stlar, sizlar bilan kadr ortidagi sensei. Bilasizmi, bu dunyo tenglik haqida emas. Bu dunyoda iste'dod hech nimani hal qilmaydi. Agar sizda sehr bo'lmasa, irodani o'zi qoladi va bu qora klever. Bilasizmi, ushbu videorolik chiqishiga aynan siz sababchisiz, chunki kommentariyada qora kleverni birinchi mavsumini tezroq joylang degan yozuvlar juda ko'p bo'ldi, lekin men sizni xursand qilmoqchiman. Qora kleverni ikkinchi mavsumi ham tayyor. Ovozlashtirilgan, montaji ham tayyor, hattoki YouTube'ga ham yuklangan. Atiga 3000 ta like yig'sangiz, men birinchi bo'lib videorolikni yuklab qo'yaman. Shartlar juda oddiy. Eslatib o'taman, 3000 ta like sizdan, mendan esa qora kleverni ikkinchi mavsumi. Men esa like'larni sanagani ketdim, siz esa maza qilib birinchi mavsumini tomosha qiling. Bizning hikoyamiz Klever qirolligining chekka bir qishlog'idan boshlanadi. Orsi ismli mahalliy ruhoniy cherkov eshigini oldida ikkita chaqaloqni topib oladi. U ularni ichkariga olib kirib, egizak bo'lsa kerak deb o'ylab qoladi. Kiyimlarda esa qandaydir ismlar yozilgan va o'ngdagida esa qanaqadir marjon ham bor ekan. Chol bular oddiy bola emasligini tushundi. Nima bo'lganda ham u bolalarni o'z farzandidek katta qilishga qaror qiladi va ismlarni kiyimdagi yozuvga qarab Asta va Yuno deb qo'yadi. Oradan esa 15 yil o'tdi. Asta endi har doimgidan ham jo'shqin va to'polonchi bo'lib yetishgan. Rostini aytsam, u gapirganda ovozi karnakdek chiqadi. Butun qishloq uni baqir-chaqirdan bezor bo'lgan desa ham bo'ladi. Hozir esa cherkovdagi Lili opasiga sevgi izhor qilish bilan ovora, unga turmushga chiqishni taklif qilib, u uchun sehrgarlar qiroli bo'lishga va'da beryapti. Lili opa albatta rad etadi, lekin Asta yo'q degan javobni tushunmaydigan qaysar bo'lgani uchun oxiri Lili opa uni tinchlantirishga majbur bo'lib, uni suv sehri bilan bir urib joyiga o'tirg'izib qo'yadi. Aynan shu payt Yuno kelib Astaga achchiq haqiqatni aytadi. Bo'yi past, baqiroq, yosh bolaga o'xshaydi va umuman olganda o'rashga o'quvi yo'q, omadsiz ekanligini yuziga soladi. Lekin Yuno unga parvo ham qilmay, to'g'ri Lili opani oldiga borib, hol-ahvol yaxshimi yoki yo'qmi deb so'rashni boshlaydi. Bu esa Astani g'ururiga shunchalik tegadiki, u Yunoni yakkama-yakka jangga chorlaydi. Yuno esa o'zini kattalardek tutib, darhol rad javobini aytib va buni vaqtini behuda sarflash deb aytadi. Chunki Astani uni yengish uchun zarracha imkoniyati yo'qligini biladi-da. Asta baribir quloq solmay Yunoga sehrli hujum qilmoqchi bo'ladi, faqat shundagina voy esimdan chiqib qopti-ku, u umuman sehr ishlata olmasligi. 15 ga kirgan bo'lsa ham, hamma narsa sehrga bog'liq bo'lgan bu dunyoda unda sehrdan ham asar yo'q. Hatto yosh bola ham Astaning ustidan kulib, sehr ishlata olmaydigan yagona odam shu bo'lsa kerak deb mazax qiladi. Asta bolalarning gapidan shunchalik xafa bo'ladiki, hammadan zo'rligini isbotlash uchun darhol ajrimaniya qilishga o'tib ketadi. Lekin hech kim unga qaramaydi, chunki hamma Yunoning shamol sehri bilan kiyimlarni quritayotganini og'zi ochilib tomosha qilishadi. Asta foydali ekanligini ko'rsatish uchun o'tin yorishga kirishadi, lekin Yuno shamol sehri bilan buni ham undan oldin bajarib qo'yadi. Orsi ota ko'zida yosh bilan chaqirib, Yuno bu cherkovning yagona umidi ekanligini, u sehrgarlar qiroliga xizmat qiluvchi sehrli ritsar safiga qo'shilishi mumkinligini aytadi. Asta esa juda tezda tushkunlikka tushib qoladi. Shunda Lili opa unga dalda berib taslim bo'lmasligini aytadi. Yaqinda taqdimot marosimi bo'ladi va hamma o'zining sehrli kitob grimoirini oladi. Uning fikricha, agar Asta grimoir olsa, sehr ishlata olishi mumkin. Asta yana umidga to'lib sehrgarlar qiroli bo'lish haqida tinmay valdirashni boshlaydi. Keyinroq Lili opa cherkov ichida Yuno bilan gaplashib, nega u keyingi paytlarda Astaga bunchalik sovuq munosabatda bo'layotganini so'raydi, lekin Yuno Astaga endi hech qachon yaxshi gapirmasligini aytadi. Vaholanki bu ikki aka-uka bir paytlar qalin do'st edilar, lekin Asta dahshatli jarohatlar bilan uyga qaytgan o'sha mash'um kundan beri Yuno kulmaydigan bo'lib qolgan ekan. Asta esa o'sha kundan beri o'zgargan va xuddi yirtqichdek tinmay mashq qiladi. Sehrni uyg'otish uchun hamma usullarni qo'llab ko'radi va nihoyat taqdimot marosimi kuni ham yetib keladi. Bu tadbir har yili o'tkaziladi va butun qirollikdan 15 yoshli bolalar shu kuni o'zlarining grimoirlarini qabul qilib oladilar. Bu kitoblar ularning sehrli kuchini bir necha barobarga oshiradi. Asta marosimga shoshiladi va grimoirini olishni intiqlik bilan kutadi, chunki sehrini uyg'otgach Yuno bilan tenglasha olishiga ishonadi. Marosimga esa bir nechta boyvachcha zodagonlar ham kelishgan. Ular darhol yirtiq yamoq kiygan Asta va Yunoni payqab qolishadi. Ular nega oddiy dehqonlar bu marosimda qatnashayotganiga hayron bo'lishadi. Bittasi bu dehqonlar sehrli ritsarlar safiga qo'shilmoqchi shekilli deb o'ylaydi, lekin buni ilojisi yo'q deb hisoblaydi. Chunki faqat sehrli kuchga ega zodagonlargina ritsar bo'la oladi. Ular Asta haqida eshitib, uning sehr ishlata olmasligini bilgach, uni masxara qilib, milliy boylik deb atashadi. Chunki butun qirollikda sehrsiz yagona loser shu bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Xullas, marosim boshlovchisi sahnaga chiqib, darhol grimoirlarni taqdirlashni boshlaydi. Hamma har xil
shaklda va o'lchamdagi kitoblarni qabul qila boshlaydi. Asta esa unga hech qanday grimoar kelmaydi. Boshlovchi unga shunchaki keyingi yil urinib ko'r deb yuboradi. Hamma uning ustidan kulib yotibdi, lekin birdan hammaning e'tibori Yunoga tushadi. Uning grimoari shunday bir nur sochib yuboradiki, bu afsonaviy 4 yaproqli beda grimoari ekan, xuddi birinchi sehrgarlar qiroliniki kabi. Aytishlaricha, bu kitob ulkan kuch va omadga to'la bo'lar ekan, hamma hayratda yoqa ushlab qoladi. Ustiga ustak Yuna baland ovozda keyingi sehrgar qiroli bo'lishini e'lon qiladi. U o'zining krutoyligini ko'rsatayotgan bir paytda Asta esa o'rtadagi farqni endi hech qachon yo'qotib bo'lmasligini his qilib, ich-ichidan eziladi, lekin u taslim bo'lmaydi va Yunoga tez orada yetib olishini aytadi. Ammo bu gap faqat olomonning kulgisini keltiradi xolos. Axir iste'dodsiz loser o'zini kim deb o'ylayapti. Yuna esa Astaga javob ham qaytarmaydi. Uning borligini umuman inkor qilib, sovuqqonlik bilan burilib ketadi. Tarvuzi qo'ltig'idan tushgan Asta odatdagidek mashg'ulot joyiga qaytadi. U iblis bosh suyagi ustida turgan birinchi sehrgar qirol haykaliga tikilib, yana bir bor hammaga o'zini isbotlashga qattiq ahd qiladi. Yuna esa boyagi ikkita kibrli zodagon bolalar bilan to'qnashib qoladi. Ular Yuna kabi oddiy dehqonlarning diqqat markazida bo'lishini hazm qila olmay, uni grimoari bilan birga qo'shib yo'q qilib yuborishga qaror qabul qilishadi. Lekin Yuna umuman boshqa darajada. U hatto grimoarni ochib o'tirmay zodagonlarni sehrini yo'qqa chiqarib qo'yadi. Shu payt kutilmaganda bir yovuz nusxa paydo bo'lib, ikkala zodagonni ham sehrli temir zanjirlari bilan bog'lab tashlaydi. Bu dushman Yunoning oldiga kelib, o'zini Refchi deb tanishtiradi. Sobiq sehrli ritsar ekan. Refchiga Yunoning grimoari kerak va u kitobni undan tortib oladi. Muammo shundaki, grimoar faqat o'zi tanlagan egasiga bo'ysunadi, lekin Refchiga buning qizig'i yo'q. U shunchaki bu noyob buyumning qora bozorda pullamoqchi xolos. Refchi Yunoning marjonini ham olmoqchi bo'ladi, lekin qo'l cho'zishga ulgurmasdan Asta ey deb baqirgancha yugurib keladi va devorga shunaqangi uriladiki, u hushidan ketib qoladi. Lekin baribir o'rnidan turib, bu yoqimsiz nusxadan nima istayotganini so'raydi. Refchi Astani taniydi, o'sha sehr ishlata olmaydigan bechora loser-ku. U esa Astaga o'zi to'g'ri kelmaydigan ishlarga aralashmasligini o'rgatib qo'ymoqchi bo'ladi. Kibr bilan zanjir sehrini ishga soladi. Asta hamma hujumlardan qochishga harakat qiladi, lekin zanjirlar uning burnini tagida paydo bo'lib, har tomondan zarba berganida Asta hayotning birinchi marta achchiq haqiqati bilan yuzlashadi. Quruq jismoniy kuch bilan sehrni yengib bo'lmas ekan. Shunga qaramay u taslim bo'lgisi kelmaydi va nima bo'lsa ham sehrgarlar qiroli bo'lishini pichirlaydi. Uning bu kuchli irodasi taqdirni o'zgartirib yuboradi va havoda to'satdan la'natlangan 5 yaproqli grimoar paydo bo'ladi. Buni ko'rgan Yuna jilmayib qo'yadi, chunki doim u Astani o'zgacha bola ekanligiga ishongan edi. Grimoar sahifalari o'z-o'zidan ochilib, ichidan qop-qora ulkan qilich chiqib keladi. Asta qilichni qo'liga olganda bizga ma'lum bo'ladiki, agar 4 yaproqli beda omadni bildirsa, 5 yaproqlisi grimoar ichida yashirilgan iblisni anglatar ekan. Keling endi esa 10 yil oldingi arxivlarni ko'ramiz. U paytlar Yuna va Asta ajralmas do'st edilar. Yuna haqiqiy plaksa edi, sal narsaga burnini oqizib yuraverardi. Asta esa buning tanki edi. Qayerda muammo bo'lsa, Asta o'sha yerda himoyaga tayyor edi. Bir kun ular Lili opa bilan toqqa piknikka chiqishdi. Ishonasizmi, Asta o'sha paytdayoq Lili opaga krasavchik kuyov bo'lishini orzu qilardi va tinmay menga erga teging deb harshaqa qilardi. Yuna esa unga tushuntirardi: "Ey, kallang bormi, rohiblarga erga tegmaydi-ku" deb murojaat qilardi. Lekin Astaga baribir u kelajakda shunaqa avtoritet bo'lmoqchiki, qonunlarni ham o'zgartirib yubormoqchi. Lili opa kulib qo'yardi va bolalarga dahshatli bir ertak aytib beradi. Qadimda bir iblis dunyoni bosib olmoqchi bo'lgan ekan. Shunda 4 yaproqli grimoari bor mard sehrgar paydo bo'lib, iblisni yer tishlatgan ekan. O'sha qahramon birinchi sehrgarlar qiroli bo'lgan ekan. Bu hikoyani eshitib Asta va Yuna og'zi ochilib qolardi va ikkalasi ham kelajakda o'sha afsonaviy qirolga o'xshashni niyat qilgan. Asta esa o'sha qirol tirikmi deb so'raydi. Lili opa u allaqachon o'tib ketganini, lekin uning unvoni avloddan avlodga o'tib kelayotganini tushuntiradi. Tarix davomida hamma sehrgarlar qirollari Klever qirolligini o'zining moshni sehri bilan himoya qilib kelgan. Agar bizda tinchlik bo'lsa, o'shalarga rahmat aytish kerak. Yuna esa bu lavozimni qanchalik muhimligini so'raganda Lili opa tushuntiradi. Bu xuddi qirollarning o'rinbosaridek gap, eng hurmatli odam deb bolalarga tushuntirib beradi. Buni eshitgan Asta aniq qaror qabul qiladi. Tamom, men sehrgarlar qiroli bo'laman. U birinchi qirolga o'xshab kurtoy bo'lmoqchi. Agar qirol bo'lsa, hamma kambag'allarni boy qilaman, qorni to'q, usti but bo'ladi deb va'da beradi. Lili opa esa voy xayolparast deb kulib qo'yadi, chunki bu ertakdagi gapda. Yuna esa indamaydi, lekin ich-ichidan u ham orzu qilyapti. Xullas, Asta yana o'zining eski plastinkasini qo'yib Lili opadan erga tegishini so'raydi. Opa esa yana ignoring. Tengdoshlari allaqachon sehr ishlatishni boshlashgan. Asta esa qancha kurashmasin, natija esa 0 edi. Shu payt Yuna ko'zida yosh bilan bir chaqaloqni ko'tarib keladi. Yuna shunaqa ko'ngil
ko'ngilchangda, bola yig'lasa qo'shilib yig'laydi. Asta esa bolani ovutaman deb qo'liga olganda bechora chaqaloq yana battar sirenani yoqadi. Yaxshiyam Lili opa bor, u darhol tinchlantiradi. Shu payt Orsi ota supurgisida xuddi Garri Potterdek uchib kelib bolalardan yordam so'raydi. Asta esa darhol men boraman deb otilib chiqadi, lekin Orsi ota unga ishonmaydi. Sen hali yoshsan bola, eplolmaysan deb xatni yetkazishni vazifasini Yunoga topshiradi. Orsi otaning o'zi esa shoshilinch qo'shni qishloqqa ketish kerak ekan. Qish qattiq keladi, oziq-ovqat so'rab kelmasa bo'lmaydi. Yuno esa rozi bo'lib xatni olib yo'lga tushadi. Kechga yaqin esa mahalliy barlardan biridan haydalgan bir tekinxo'r ko'chada Yunoni ko'rib qoladi. Yunoning bo'ynidagi marjonni ko'rib ko'zi o'ynab ketadi va "Oho, buni sotsam mazza qilaman-ku" deb o'ylaydi. U Yunoni poylab yuradi va Yuno xatni merga berib qaytayotganida yovuz tabassum bilan yo'lini to'sadi. Bu orada Asta uyda xavotir bo'lib o'tiribdi. Yuno kechikayapti, tashqarida esa qor yog'ishni boshladi. Asta chidolmay uni qidirgani chiqib ketadi. Yunoning ahvoli esa chatoq edi. Haligi bezori uni do'pposlayapti, lekin Yuno marjonda bergisi kelmaydi, chunki bu uning hayotidagi eng qadrli narsa edi. Bezori kuch bilan marjonni tortib oladi, lekin Yuno qorniga tepki yesa ham qaytarib ber deb talab qiladi. U shamol sehrini ishlatmoqchi bo'ladi, lekin katta odam bilan urushishga yuragi dov bermaydi. Yuno chorasiz qolib yig'layman deb turganida Asta xuddi super qahramondek sakrab haligi nusxaga tashlanadi. Qancha kaltak yemasin, qancha tepki olmasin, Asta yopishqoqganidek bezorini yoqasidan tutib marjonni qaytarib berdi, baqiraveradi. Yuno esa qotib qolgan. Asta esa tinmay "Mada, yana hali tugatmadi, deb baqirib haligi oxiri bezorini bezor qilib yuboradi. Bezori esa bu jinni ekan deb marjonni tashlab qochib ketadi. Shundagina Asta yerga qulab tushadi va Yunoga qarab "Qo'rqma, men borman" degandek jilmayadi. O'sha kundan boshlab Yuno Astani hurmat qiladigan bo'lgan va unga yetib olish uchun tinmay mashq qilishga ahd qilgan. Hozirgi paytda Astaga 5 yaproqli grimoarni uyg'otishga yordam bergan narsa ham aynan o'sha uning sindirib bo'lmas irodasi. Refchi esa Astaning o'zgarishini ko'rib dahshatga tushadi va "Sen kimsan o'zi?" deb baqiradi. Asta esa xuddi Batmandek "Men qasosman" demasa ham shunga o'xshash vajohat bilan qilichini siltaydi va Refchining sehrini yo'qqa chiqarib tashlaydi. Keyin esa sof jismoniy kuchi bilan Refchini yer tishlatadi va "Mening sehrim bu hech qachon taslim bo'lmaslik" deb hayqiradi. Yuno ozod bo'ladi va Astaning yashirin kuchini topganiga xursand bo'ladi. Lekin endi Astadan yana qarzdor bo'lib qoldi. Shuning uchun kelajakda bu qarzni uzishga va'da beradi. Shu bilan birga u Astaga eslatib qo'yadi: "Endi ikkalamiz sehrgarlar qiroli bo'lish yo'lida raqibmiz." Ular esa mushlarni to'qnashtirib o'z kuchlari bilan dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirishga qasamyod qilishadi. Ana endi qarang, haqiqiy do'stlik va raqobat mana shunday bo'lsa kerak. Bu orada Clever qirolligining poytaxtida bayram bo'lyapti va amaldagi sehrgarlar qiroli Julius ham shu yerda. U sehrli ritsarlarning bosh qo'mondoni hisoblanadi. U birgalikda qirollikni tashqi dushmanlardan himoya qiladi. Sehrli ritsarlarning 9 ta otryadi bor va har biri har xil jang uslubiga ixtisoslashgan. Sehrgarlar qiroli bo'lish uchun avval aynan shu otryaddan biriga kirish kerak. Asta va Yunoning birinchi maqsadi shu 9 ta otryaddan biriga qabul qilinish. Asta haqida gapiradigan bo'lsak, u yana mashg'ulotlarga o'z jonini bergan, lekin bu safar u o'zini sehrni yo'q qiluvchi maxsus qilichi bilan shug'ullanyapti. U grimoari bilan hamma narsaga erishishiga chin dildan ishonadi va tinmay ter to'kyapti. Nega bunchalik jon kuydiryapti deb savol berishingiz mumkin, chunki sehrli ritsarlar imtihoniga bor yo'g'i 6 oy qoldi va aynan mana shu imtihonga u qatnashmoqchi. Yuno ham qarab turgani yo'q, u ham imtihonga tayyorlanyapti va Asta tinmay ishlayotganini bilgani uchun o'zi ham ayamay mashq qilyapti. Orsi ota va Lili opa esa grimoar minorasi ustasi bilan uchrashib, nega Astaga imtihonga qatnashga ruxsat berganini so'rab hayron bo'lishyapti. Grimoar minorasi ustasi tushuntiradi. Refchidan kalta kelgan boshqa bolalar qo'rqib orzudan voz kechishdi, lekin Astaning irodasi temirdan ekan, shuning uchun unga ruxsat berdi. Orsi ota esa xavotirda: "Yuno-ku mayli u talant, lekin Astachi, sehrsiz qanaqasiga ritsar bo'ladi? Bu shunchaki vaqtni bekorga ketkazish-ku." Minora ustasi esa Orsi otani fosh qilib qo'yadi. "Siz shunchaki bolalar ketsa yolg'iz qolishdan qo'rqyapsiz, shundaymi?" Orsi ota qizarib bo'zarib: "Yo'q, nimalar deyapsiz? Unaqa emas" deb bahona qilishga tushadi. Lili opa esa ularni tinchlantirib: "To'g'risi, men ham sog'inaman, uysiz qolgandek bo'lamiz" deb murojaat qiladi. Orsi ota ularni o'z bolasidek katta qilgan, lekin buni tan olishga g'ururi yo'l qo'ymayapti-da. Nima bo'lganda ham ustuni tinchlantiradi. "Xavotir olmang, Asta baribir imtihondan yiqilib qishloqqa qaytib keladi." Orsi ota buni eshitib: "Xayriyat-e" deb yengil tortadi. Aynan animeni shu joyda otani mehriga katta urg'u berilgan.
Lekin uni bir narsa o'ylantiryapti. Astrani grimoari. Sehrsiz odamga qanaqasiga grimoar keldi? Usta ham hayron. U bu 5 yog'ochli beda ekanligini biladi, lekin bu haqida hech kimga, hatto Astaga ham aytmagan. Chunki bu kitobda qandaydir xavfli sir yashirilgan. Endi esa Asta haqida gapiradigan bo'lsak, u cherkovga qarab yuguradi va yo'lda Yuno bilan to'qnashib qoladi. Ikkalasi ham darhol kim birinchi yetib borish o'ynashga tushadi. Natija esa durang. Yuno jismoniy mashq qilmasa ham Astadan qolishmayapti. Qoyil. Yetimxona bolalaridan biri Yuno akam birinchi keldi deb yuboradi va bu Astaning nafsoniyatiga tegib qayta yuguramiz deb turib oladi. Yuno esa xitrlik qilib shamol sehri bilan Astani osmonga uchirib yuboradi va cherkovga birinchi kirib, "Men yutdim" deb e'lon qiladi. Kechasi hamma uxlayotganda Asta tushida ham tinmay "Men sehrgarlar qiroli bo'laman" deb valdirab chiqadi. Uning bu ovozi Nashni uyg'otib yuboradi. Bechora Nash bu bola hatto tushida ham og'zini yummas ekanda deb asabiylashadi. Ertasi kuni ertalab Asta qilichbozlik mashqini qilayotganda Nash paydo bo'ladi. U shunchaki zerikani uchun Astani ustidan kulgani kelgan ekan. Tentak baribir tentaklik qiladi degandek qaraydi. Asta esa tutab ketadi va "Kimni ahmoq deyapsan?" deb so'raydi. Nash esa jiddiy tortib haqiqatni aytadi. Sehr ishlata olmasdan turib ritserlar imtihoniga borish bu g'irt ahmoqlik-ku. U Astaga taslim bo'lishini maslahat beradi. Baribir o'ta olmaysan deydi. Lekin Asta bunaqa gaplarga quloq solarmidi? U xursand bo'lib grimoarni ko'rsatadi va shu bilan bir kunmas bir kun qirol bo'laman deb maqtanadi. Nash esa "Bo'ldi, bas qil" deb baqiradi. Garchi 10 yosh bo'lsa ham, Nash hayotni Astadan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Bizga o'xshagan yetim dehqonlar bunday katta orzu qilmaslik kerak deb murojaat qiladi. Asta bolaning ichidagi dardni tushunadi, lekin uni ovutish o'rniga qulog'ini tagida bor ovozi bilan baqiradi. Nima bo'lsa ham taslim bo'lma. Asta uchun imkoniyat yo'qligi muhim narsa emas. U inson xohlasa hamma narsaga erisha olishiga ishonadi. U Nashga buni isbotlash uchun qilich bilan yo'g'on to'sinni bir urib parchalab tashlaydi. Nash buni ko'rib dong qotib qoladi va o'z o'ziga "Bu bola rostdan ham kuchli ekan-ku" deb gapirib qo'yadi. Keyinroq cherkovda Orsiya ota bayram dasturxonini yozib hammaga kartoshkadan to'yib olsin deb aytadi. Tushuntiradiki, ertaga Asta va Yuno poytaxtga jo'nab ketishadi. Lili opa aytib berishicha, Orsiya ota bu kartoshkani topish uchun bir necha qishloqni aylab chiqdi. Buni eshitgan Asta otaga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'ladi, lekin Orsiya ota yana o'zini qilig'ini qilib, "Men buni faqat Yuno uchun qildim. Sen baribir qaytib kelasan-ku" deb Astaning g'ashiga tegadi. Asta bor ovozi bilan baqirib, "Bir marta bo'lsa ham menga ishoninglar ey" deb baqirib yuboradi. Orsiya ota esa buning ustidan kulib, keyin jiddiy tortadi va "Agar g'ururingni sindirib qaytib kelmoqchi bo'lsang, bu cherkov sening uying ekanligini unutma" deb ko'ngil so'raydi. Yetimxona bolalari ham "Akajonimiz, siz nima qilamiz" deb yig'lamsirab qolishadi. Asta esa hamma uni yaxshi ko'rishini his qilib xursand bo'ladi, lekin qat'iy qilib aytadiki, "Men faqat sehrgarlar qiroli bo'lib qaytaman, keyin esa qaytib kelib Lili opaga uylanaman" deb qovun churadi. Bunga javoban Lili opa unga o'zining mashhur muhabbatli sehrli mushtini tushiradi. Aniqrog'i Astani devorga yopishtirib qo'yadi. Ertasi kuni tong saharda Asta va Yuno yo'lga tushadi. Yaqinlarga xat yozib turishga va'da berishadi. Nash boyagi mashg'ulotni ko'rgandan beri Astaga ishonib qolgan. U Astaga "Agar sen ritserlikka o'tsang, men ham katta orzu qilib o'zimni mashqqa beraman" deydi. Asta xursand bo'lib u bilan xayrlashadi va allaqachon ketib bo'lgan Yunoning orqasidan yuguradi. Lili opa ularni kuzatib ich-ichidan eziladi va ular bilan ilk bor uchrashgan kunni eslaydi. 10 yil oldin cherkovga endi kelganida Asta uni ko'riboq bir ko'rishda sevib qolgan ekan va "Menga erga teging" deb yopishib olgan ekan. Asta uni quchoqlamoqchi bo'lib sakraganida, Lili opa o'zini himoya qilaman deb bir sehr bilan urib boshini yorib qo'ygan ekan. Menimcha Astaning kallasi yo'qligi va g'alati qiliqlari o'sha zarbadan keyin paydo bo'lgan. Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Lili opa esa yana o'sha qayg'uli tunni eslaydi. Asta va Yuno bezori bilan urushib qaytgan tunni. Asta o'sha kuni jiddiy jarohat olganda, Lili opa uni davolayotganda Yuno kelib "Hammasi mening aybim" deb yig'lagan ekan. O'shanda Yuno boshqa hech qachon bunday bo'lmaslikka va kuchli bo'lishga so'z bergan ekan. Demak, Yunoning hozirgi darajaga yetishiga va bunday kuchli bo'lishiga aslida Astaning o'sha paytdagi harakati sababchi bo'lgan ekanda. Juda qiziq. Xullas, poytaxtgacha yo'l juda uzoq, chunki ularning qishlog'i Klever qirolligining eng chekkasida joylashgan. Ustiga ustak, Asta va Yunoning cho'ntagi teshik. Taksi yoki aravaga pul qayoqda deysiz? Shuning uchun ular butun yo'lni piyoda bosib o'tishga majbur bo'lishadi. O'rmon orqali ketayotib, Asta poytaxt qanaqa ekanligini o'zicha valdirab ketyapti. U boriboq sehrgarlar qirolini ko'rish yoki hech bo'lmaganda uzoqdan nazar tashlashni orzu qilyapti. Yuno esa realist, imtihondan o'tolmasang qirolni tushingda ko'rasan degandek gap qiladi. Asta hayajonda, lekin Yuno unga "Qo'rqsang bo'lardi, chunki sening o'tish imkoniyating deyarli 0 ga teng" deb motivatsiya berdi. Nima bo'lganda ham
Asta kutib tura olmaydi va o'rmon ichida yugurib ketadi. Yuna esa xotirjam o'z tempida ketyapti, chunki barvaqt borgani bilan qirol bo'lib qolmaydi-ku. Asta esa xayolida allaqachon qirol bo'lib bo'lgan. O'zini supurgida uchib, Lili opani oldiga borayotgandek tasavvur qilyapti. Voy xayolparasti. Bu shirin xayolni Yuna bilan bo'lishadi. Yuna esa buni eshitib, o'zingga kel bola degandek qaraydi. Birinchidan Asta umuman sehr ishlata olmaydi. Qanaqasiga supurgida uchadi. Ikkinchidan Lili opa uni umuman yoqtirmaydi-ku, lekin Astaga baribir. Oxiri kelasi ham soatlab yurishdan keyin holdan to'yishadi, lekin Asta to'xtashni xohlamaydi. Yuna ham noiloj unga qo'shilib yuguradi. Yo'l hali juda uzoq, lekin Astaning "Mada hali tugatmadim" degan gapi ularni oldinga undaydi. To Yuna devorga uni urib to'xtatmaguncha bo'lmasa, ikkalasi ham charchoqdan o'lib qolishlari hech gap emas edi. Kechasi gulxon yoqib tunashadi. Ertasi kun ovqat topish uchun ov qilishadi va poytaxt tomon yo'l olishadi. Bir paytlar ular hatto sahroni ham kesib o'tishadi. Tasavvur qilyapsizmi? Haftalab yurgandan keyin nihoyat ulkan tog' tepasida joylashgan Klever qirolligining poytaxtiga yetib kelishadi. Lekin haqiqiy mashmashalar endi boshlanadi, chunki oldinda kutayotgan sehrli ritsarlar imtihonida juda kuchli raqiblar bilan to'qnash kelishlari kerak. Ular esa shaharga kirishadi va Asta xuddi birinchi marta ko'rayotgandek og'zi ochilib qoladi. Har safar o'zi shunaqa. Asta uzoqdagi qirollik qasrga ishora qilib, "Sehrgarlar qiroli shu yerdami?" deb so'raydi. Yuna esa ha degach, Asta darhol "Bu qasr o'zi bir kun kelib meniki bo'ladi" deb e'lon qiladi. Yuna esa "Shoshma, bu qasr meniki bo'lish kerak" deb tuzatib qo'yadi. Asta ham bo'sh kelmaydi. "Xavotir olma, senga bir xonani tekinga berib turaman" deb va'da beradi. Yuna ham kulib xuddi shu gapni aytadi va qaytaradi. Qarang, raqobat bo'lsa ham do'stlik joyida. Bu orada qishloqda Nash sehr bilan ovqat pishiryapti. Qaranglar qanday tinchlik. Asta ketgandan beri quloqlar tinchidi deb yengil tortadi. Lili opa esa kun sanab bular poytaxtga yetib borganmi yoki bormaganmi taxmin qiladi va imtihonlar yaxshi o'tsin deb duo qiladi. Nash ham garchi aytmasa ham ich-ichidan shuni xohlaydi. Asta esa qayerdandir 8 oyoqni topib olib paqqos tushiryapti. Qiziq, ovqatga pulni qayerdan oldi ekan? O'zi imtihon qayerda bo'lishini ham bilmaydi. Xuddi sayohatga kelgandek yuribdi. Yuna esa "Nima yeyapsan?" deb so'rasa, Asta esa bir qovurilgan binafsha rang ilon bir g'alati kampirdan suvni tekinga oldim deydi. Ish qilib zaharlanib o'lmasa bo'ldi-da. Xullas imtihon joyiga borishadi. Asta u yerda duch kelgan odamga baland ovozda gapirib hammani bezor qiladi. Yuna esa "Men bu bolani tanimayman va umrimda ko'rmaganman" deb o'zini chetga oladi. Baribir nima bo'lsa ham uyatda. Yuna esa ro'yxatdan o'tgani borib grimoarni ko'rsatganda hamma hayratda qotib qoladi. Axir bu 4 yaproqli afsona-ku. Hamma unga da'vogar nomer 1 deb qaraydi. Navbat esa Astaga keladi. U grimoarni ko'rsatganda qabul qiluvchi buni shunchaki kir va eski kitob deb o'ylaydi. Bu loser dehqon bilan gaplashib o'tirgisi ham kelmaydi va tezroq uni arizasini olib bor deb yuboradi. Keyin hamma navbat kutib turganda bir g'alati qushlar uchib keladi. Ma'lum bo'lishicha, kimning sehri qancha kam bo'lsa, bu qushlar o'shanga shuncha ko'p yopishar ekan. Shunday qilib kutilganidek Yunoning atrofida bitta ham qush yo'q. Asta esa nima desa ham u xuddi anti qushlarning yangi uyasiga aylanib qolgandek. U bu qushlardan xuddi jinnidek qochib yuribdi. Bexosdan kimgadir urilib ketadi. Asta boshini ko'tarib uzr so'raydi. Lekin haligi odam javoban "Seni o'ldiraman" deb do'quradi. Asta esa hayron. Bu amakiga nima bo'lgan o'zi? Undan qandaydir dahshatli aura kelyapti, lekin Asta kitobni muqovasiga qarab baholamaydigan bolada. Shuning uchun u do'stona munosabatda bo'lishga harakat qiladi. Uning yelkasiga qo'lini qo'yib, "Amaki, bu yoshda imtihonda nima qilib yuribsiz?" deb savol beradi. Lekin javoban haligi odam Astaning boshini bir qo'li bilan ushlab xuddi yong'oqdek chaqib tashlamoqchi bo'ladi va unga qarab murojaat qiladi. "Sen ahmoqmisan yoki o'lging kelyaptimi?" deb so'raydi. U Astaga zarar yetkazishga ulgurmasdan uning sheriklari Finral va Gardon yetib kelishadi va kapitan abituriyentlarni o'ldirish mumkin emas deb eslatadi. Ma'lum bo'lishicha, bu odam Yamisoki Hiro ekan, ya'ni Qora bulutlar atradining kapitani ekan. Hamma hayratda. Ko'pchilikning fikricha, Qora bulutlar eng tartibsiz va a'zolari eng g'alati bo'lgan otryad ekan. Masalan, Finral haqiqiy xotinvoz, Gardon esa umuman gapira olmaydi. Xullas, bu komandada umuman birlik yo'q. Asta noto'g'ri odamga ilashib qolganini tushunadi, lekin baribir o'zini tabiiy kuchi bilan qutulishga harakat qiladi. Imtihon boshlanay deb qolgani uchun Yami uni qo'yib yuboradi va o'zining 2 a'zosi bilan ketib boradi. Shu payt Sekki ismli bola Astaning oldiga kelib, ahvoli yaxshimi yo'qmi deb so'raydi. Asta unga rahmat aytadi va ikkalasi ham tanishib olishadi. Keyin sahnaga kumush burgutlar kapitani Nozil Silva kirib keladi va ikkinchi qatordan joy oladi. Asta uning g'alati soch turmagini ko'rib, shu soch tolasini deb ko'zi ko'rmasa kerak deb hayron bo'ladi. Nozil bilan birga qolgan 8 ta kapitan ham o'z joylarini egallashadi va Sekki
Astaga ularni tanishtiradi. Ikkinchisi Fuegalion Vermilion, qirmizi arslonlar kapitani olov sehrini yondiradi. Uchinchisi Jack, yashil ibodatgo'y chigirtkalar kapitani, uning sehri yerni ham ikkiga bo'lib tashlay olar ekan. To'rtinchisi Charlotte Rozali, moviy atirgul ritser kapitani, u o'zining go'zalligi bilan mashhur ekan. Lekin Asta unga unchalik qiziqmaydi, chunki uning fikricha Lili opa baribir nomer 1 go'zal. Xullas, Sekki qolgan kapitanlarni ham tanishtira boshlaydi. Binafsha rang kasatkalar kapitani Payzot, marjon tovuslar kapitani Dorothy, u doim uxlaydi, va suv kiyiklari kapitani Ril, oltin tong kapitani William Vanjas va oxirgi boyagi, ya'ni qora bulutlar kapitani Yami edi. Aytishlaricha bu 9 kapitan 100 ta sehrgarning kuchiga ega va ular Juliusdan keyingi sehrgarlar qiroli bo'lishga asosiy da'vogardirlar. Asta esa sehrgarlar qiroli qani deb savol beradi. Sekki esa kulib, qirol bunday mayda-chuyda ishlarga vaqt sarflamaydi deb javob beradi. Nima bo'lganda ham William o'z sehri bilan havoda ulkan daraxt paydo qilib, imtihonni boshlaydi. Daraxt barcha nomzodlarga supurgi tarqatadi. Birinchi sinov supurgiga minib uchish edi. Ko'pchilik buni umuman qilib ko'rmagan, shuning uchun ikkilanishyapti, lekin baribir ko'pchilik uchishni uddalaydi. Kapitanlar esa kimda qancha potensial borligini chamalab o'tirishibdi. Yuna esa o'zini ko'rsatib qo'yadi. Supurgini ustida xuddi skateboard uchgandek tik turib, hammadan tez uchadi. Astaning ahvoli esa ko'rib bo'lmaydigan darajada. Jon jahdi bilan, lekin bu bola harakat qilmoqda. Lekin supurgisi joyidan 1 millimetr ham jilmaydi. Kapitanlar hayron, bu bola o'zi nima qilyapti? Sekki kelib bo'shash biratishga deb o'zicha o'rgatmoqchi bo'ladi, lekin u aslida umuman sehr yo'qligini bilmaydi-da. Sahna ortida kapitan Nozel singlisi Noelga seni borliging o'zi xato, imtihonga kirib sharmanda bo'lma deb motivatsiya beryapti. Xullas, supurgidan keyin boshqa sinovlar ham bo'ladi va tabiiyki Asta hammasidan yiqiladi. Oxirgi sinov esa haqiqiy jang. Fuegalion nomzodlarga raqib tanlashni aytadi. Astaning yagona do'sti Sekki Astani eng kuchsiz deb o'ylab uni tanlaydi. Jang boshlashidan oldin esa Astaning qulog'iga pichirlab, qishlog'ingga sur iflos dehqon deb haqorat qiladi. Asta bu bolani asl basharasini ko'rib yuragi parcha-parcha bo'ladi va bor alamini jangga sarflashga qaror qabul qiladi. Sekki o'zining grimoari bilan magnum to'pini ishga soladi va bu ham himoya ham o'q otadigan qalqon. Asta esa qilichini chiqarib bitta zarba bilan Sekkini qalqonni ham o'zini ham nokaut qiladi. Hamma shokda, axir Astani kuchsiz deb o'ylashgan edi-ku. William buni qanaqadir tezlik sehri deb o'ylaydi, lekin Yami tushunadiki, bu bola shunchaki xalqni o'zi, ya'ni sof jismoniy kuch. Orqa fonda hamma bu loser qanday yutdi deb g'iybat qilayotganda Asta o'chiringlar ovozni, men baribir qirol bo'laman deb baqiradi. Bu gapga hamma kuladi, faqat Yami kulmaydi. U Astada zarracha sehr yo'qligini tushunib yetadi va bu jinni rostdan ham sehrsiz qirol bo'lmoqchimi deb ichida qoyil qoladi. Janglar davom etadi. Navbat Yunoga. Salim ismli zodagar bu dehqonni yanchib tashlayman deb Yunoni raqiblikka tanlaydi. Lekin Yuno uni adashganini isbotlab, arenada shunaqangi tornado hosil qiladiki, Salim uchib ketib devorga yopishib qoladi. Kun oxirida eng qiziq joy boshlanadi. Kapitanlar tanlovi. Xuddi Golus loyihasiga o'xshaydi. Nomzod chiqadi, agar kapitan qo'l ko'tarsa o'tadi. Agar bir nechta kapitan qo'l ko'tarsa, tanlash huquqi nomzodda bo'ladi. Agar hech kim qo'l ko'tarmasa, uzr xayr, sog' bo'lasiz. Nomzodlar birin-ketin chiqadi. Birinchi 70 ta bolaga hech kim qayrilib ham qaramaydi. Bechora bolalar. 71 bolani Payzot tanlaydi, 78-sini Fuegalion tanlaydi. Ba'zida 2-3 ta taklif oladi, lekin navbat Yunoga kelganda hamma 9 ta kapitan qo'l ko'taradi. Bu esa tarixiy voqea. Odatda oltin tong va kumush burgutlar faqat zodagonlarni tanlaydi, lekin Yunoning iste'dodi ularni ham qoyil qoldirdi. Endi tanlash navbati Yunoda. U esa o'ylaydi, kim qirol bo'lishga eng yaqin va William Vanjasni tanlaydi. Chunki u hozirgi paytda eng kuchli nomzod. Shunday qilib Yuno Williamni yo'lini tanlab oltin tongga qo'shiladi. Navbat esa Astaga keladi. Asta ichida raqibimdan qolishmasligim kerak va hamma kapitanlar menga qo'l ko'tarsin deb duo qilib turibdi, lekin jimjitlik. Bitta ham kapitan qo'l ko'tarmaydi. Tasavvur qilyapsizmi? 0. Boshlovchilar va olomon Astani sahnadan ketishini talab qilishadi, lekin Asta qaysar-ku, musobaqadan chiqarib yuborilgan bo'lsa ham ketmayman deb turib oladi. Shu payt Yami o'rnidan turib Astaga tushuntiradi, seni hech kim tanlamaganligini sababi ular sening kuchini qayerdan kelayotganini bilishmaydi. Shu payt Yami o'rnidan turib Astaga tushuntiradi, seni hech kim tanlamaganligini sababi ular seni kuching qayerdan kelayotganini bilishmaydi. Yami aytadiki, sehrli ritser deganda hamma
sehrni tushunadi, senda esa sehr yo'q. Shuning uchun hech kimga kerak emassan. Keyin Yami o'zining dahshatli aurasini yoqib sahnaga sakrab tushadi. U esa Astaning qarshisida turib, uni bosim ostida qoldiradi, lekin Asta bu bosimga bardosh berib joyidan jilmaydi. Yami esa bundan taassurot oladi va undan so'raydi: "Sehrgarlar qiroli bo'lmoqchimisan? Unda 9 ta kapitandan o'tib keta olasanmi?" deb murojaat qiladi. Asta esa javob beradi: "Necha marta yiqilsam ham baribir turaman va nima bo'lsa ham qirol bo'laman" deb unga aytadi. Yami Astani bu tentakligini kulgili deb topadi va unga o'zining qora bulutlar atradiga qo'shilishni taklif qiladi. Asta shokda og'zi ochilib qotib qoladi. Yami esa uni ogohlantiradi: "Otryadga qo'shilgan kuningdan boshlab hayotingni do'zaxga aylantiraman." Lekin Astaga baribir orzusiga yetish uchun har qanday qiyinchilikka tayyor va xursandchilik bilan rozi bo'ladi. Shu bilan imtihon tugaydi va yiqilganlar uyga tarqalishadi. Asta esa Yuno bilan ko'rishadi, lekin birdan rangi oqarib ketadi. Boyaga grill qilingan ilon uning oshqozonida diskoteka qilayotgan ekan. Zudlik bilan hojatxonaga yuguradi. Sekki esa uni poylab orqasidan boradi, garchi u ham ritsarlikka o'tgan bo'lsa ham. Asta esa Yuno bilan ko'rishadi, lekin birdan uni rangi oqarib ketadi. Boyaga grill qilingan ilon uning oshqozonida diskoteka qilayotgan ekan. Zudlik bilan hojatxonaga u yugurib ketadi. Sekki esa uni poylab orqasidan boradi, garchi u ham ritsarlikka o'tgan bo'lsa ham, u alamzada, chunki eng past darajali yashil chigirtkalarga tushib qolgan ekan. Astana adabini berib qo'yish uchun hojatxonaga zaharli kaltakesakni qo'yib yuboradi, lekin kaltakesak Astaga yetib bormasdan Yuno o'zining shamolli burguti bilan Sekkini to'xtatib qoladi. Sekki qo'rqib ketib, shunchaki hazillashdim deb bahona qiladi, lekin Yuno hammasini tushunib turibdi. Baribir uni qo'yib yuboradi va "Ko'zimga ko'rinma, sen Astaga teng kela olmaysan" deb ogohlantiradi. Asta esa hech narsadan bexabar yengillab chiqadi va ikki do'st o'z yo'llariga ravona bo'lishadi. Asta esa Yami bilan uchrashadi. Yami esa uni kutirib qo'ygani uchun rosa so'kadi. Asta ilon juda katta ekanda deb tushuntirmoqchi bo'ladi, lekin Yamiga baribir. U Astaning radiosini o'chirib, Finralga baza portal ochishni buyuradi. Finral portalni ochishi bilan Yami Astani xuddi qopdek ichkariga uloqtiradi. Asta esa borib qora bulutlarning bazasini oldiga, arvohlar uyiga o'xshagan joyga qo'nadi. Asta yana o'zini qo'lga olib, xursand bo'lib darvozadan kiraman deganda guburlagan portlashga duch keladi. Yami unga o'rganib ketasan deydi va qora bulutlar tarixda eng rasvo va eng yomon otryad ekanligini tushuntiradi. Bu orada Klaus ismli oltin tong a'zosi Yuno bilan ko'rishib, uning yuziga ochiqchasiga aytadi: "Men sendaqa qishloqlarni yoqtirmayman." Klaus Yunoga bu yerda osonlikcha qabul qilinmaganligini tushuntiradi, lekin Yuno hali meni tan olishga majbur qilaman deb javob qaytaradi. Qora buqalar bazasida esa ahvol chatoq. Asta ichkariga yugurib kirsa, hamma bir-biri bilan sababsiz urushib yotibdi. Haqiqiy bozor. Asta hayotida birinchi marta nima deyishni ham bilmay qoladi. E'tiborni tortish uchun baqirib o'zini tanishtiradi, lekin shovqindan uni hech kim eshitmaydi. Ya'ni bir muddat bu tomoshani kuzatib turadi-da, keyin aurasini yoqib devorni buzib kiradi. "Bo'ldi qilinglar, buyumlarni sindirmanglar" deb hammaga murojaat qilib baqiradi. A'zolar esa darrov to'xtab, xuddi yuvosh qo'ydek kapitanni o'rab olishadi. Magna esa oldiga kelib, "Sizga birov tegmadimi kapitan?" deb so'raydi. Yami javob berishga ulgurmasdan Lark Magnani itarib yuborib, Yami bilan jang qilgisi kelayotganini aytadi. Vanessa esa Yamini ushlab olib, "Yuring, vino ichamiz" deydi. Dumboqqina Charmi unga keksni taklif qiladi. Go'sh esa "Singlimni sog'indim, uyimga ketaman" deb noliydi. Yami bularning hammasiga kulib qo'yadi va "O'chiring ovozingizni" deb hammaga buyuradi. Hammani bog'cha bolalaridek yerga o'tkazib qo'yadi. Astani tanishtirmoqchi bo'ladi, lekin qarasaki, Asta yo'q. Faqatgina Astaning bo'g'iq ovozini eshitguncha uni topadi. Bechora Asta qaysidir semiz a'zoning tagida yumshoq mebel bo'lib yotgan ekan. Yami Astani qutqarib, hammaga uni yangi a'zo sifatida tanishtiradi. Finral Astaga ekskursiya o'tkazib, hammani tanishtira boshlaydi. Birinchi Gardon g'ung'ir qilib gapiradigan, xuddi og'zida oshi bor odamga o'xshaydi, sirli bir bola. Keyin esa Vanessa, doim kayfi tarqamaydigan, lekin ichi toza alkogolchi xola. Navbatdagisi esa bu Lak. O'zi qonga to'lgan, sal narsaga ham davay urushamiz deydigan haqiqiy jang jinnisi. Go'sh esa, nima desa ham singlisini juda yaxshi ko'radi va noligan. Charmi yeb to'ymas oshqozon, Great sirli panda, Manga esa haqiqiy rayonli avtoritet, ko'cha bolasi. Yami aytadiki, boshqa a'zolar ham bor, lekin ular hozir komandirovkada. Yami Astaga hamma bilan chiqishib ket deydi. Asta esa bor ovozi bilan "Meni qabul qilganingiz uchun rahmat" deb baqiradi. Yami buni ishga olganidan allaqachon
allaqachon pushaymon bo'lib ulgurgan, chunki uni qulog'i bitib qolganda. Shunda Magna Yamining o'ng qo'li ishga kiradi. "Qo'y, sehrsiz loser, Yami-san senga rahm qilgan bo'lishi mumkin. Bu formani kiyish uchun hali do'zaxdan o'tishing kerak" deb murojaat qiladi. Asta esa bu qora plashni kiyishni juda xohlaydi, chunki unda vobshe krutoy ko'rinaman deb o'ylaydi-da. Lekin Magna shart qo'yadi: "Avval loyiq ekanligingni isbotla." U Astaga chidamliligini ko'rsatish uchun 5000 marta press qilishini buyuradi. Asta buni razva qilib tashlaydi, keyin esa kallasini toshga urib, toshni parchalab tashlaydi. Magna esa hayron qolib, "Yomon emas" deydi xolos, lekin hali ham tan olgani yo'q. Oxirgi sinov Magna unga olovli hujum qiladi. Asta har qanday yo'l bilan himoyalanish kerak. Asta qilichini chiqarib turadi. Magna esa unga portlovchi olovli to'p otadi. Asta qo'rqib ketadi. Hayoti ko'z oldidan o'ta boshlaydi, chunki to'p juda tez kelayotgan edi. Uni ko'zi esa umuman ilg'amay qoladi. Miyasi esa o'chib qoladi, lekin tanasi "Mada hali tugatmadim" deb instinktiv ravishda qilichini xuddi beysbol kabi ishlatadi va olovni Magnani o'ziga qaytarib yuboradi. Bechora Magna o'zi olovni ichida gumburlab portlab ketadi. Qora boqalar a'zosi bu holatni ko'rib og'zi ochilib qoladi. Ma'lum bo'lishicha, yillar davomida Magna yangi kelganlarni sinovdan o'tkazaman deb o'ldirib qo'yishga sal qolarkan. Bu safar esa aralashishga hojat qolmadi. Yami tushunadiki, Astani qilichi sehrni nafaqat kesib tashlaydi, balki uni qaytara oladi ham. Bu qobiliyat esa unga juda qiziq tuyuladi. Astaning o'zi ham qilichi bunaqa narsaga qodirligini bilmasdi. Shuning uchun u shunday moshni qurol qo'lida turganidan xursand bo'ladi. Magna esa olov ichidan chiqib keladi va portlashni to'g'ridan to'g'ri qabul qilgan bo'lsa ham unga hech narsa qilmagan. Nima bo'lganda ham Magna Astani tan oladi va uni haqiqiy erkak deb ataydi. Boshqa a'zolar ham Astani o'z saflariga qabul qilib, boya Yamiga qilgan muomalasini unga ham qilishadi. Magna Astaga qora buqalarni plashini beradi. Asta esa juda xursand bo'lib kiyib oladi. Vanessa o'z sehri bilan plashga sal o'zgartirish kiritadi, lekin baribir Yami bu bola qandaydir g'arib ko'rinyapti deb hazillashadi. Nima bo'lsa ham u endi rasman qora buqalar a'zosi va uning ishonchini oqlashga va'da beradi, lekin Asta bilmaydiki, bu yerda yana bitta yangi qiz bor. U esa chetda uni kuzatib turibdi va Astani shunchaki asabga tegadigan hasharot deb o'ylayapti. Magna esa Astani yangi yotoqxonasiga olib boradi va ichida hozir bu xaroba va iflos kichkina xonani ko'rib yig'lab yuboradi deb o'ylaydi, lekin Asta xonani ko'rib xursandligidan yig'lab yuboradi. Chunki umrida birinchi marta uning o'z xonasi va haqiqiy kravati bor. U darhol xonani tozalashga kirishadi, hamma joyni yaltiratib tashlaydi. Magna esa bu g'ayratni ko'rib mazza qiladi va ketishdan oldin oilasiga xat yozishni eslatib qo'yadi. Shundagina Asta yetimxonadagilar undan xavotir olayotganini eslab qoladi. Xonani tozalab bo'lgan voqeani yozib xat jo'natadi. Yuna esa Oltin tong qasrida shohona joyga joylashadi, lekin Klaus unga umuman iliq munosabatda emas. U Yunoga ochiqchasiga "Bu xonani senga bergim kelmayapti, isrof bo'ldi" deb aytadi. Klaus esa faqat kapitan Williamning buyrug'i uchun chidab yuribdi va Yunoga "Sen dehqon bilan gaplashgim kelmayapti" deb pisanda qiladi. Yunoga esa bu bola joniga tegib ketadi, lekin u chidashga majbur, chunki bu yerda dushman orttirib bo'lmaydi. Ertasi kuni ertalab Astaning qishlog'iga boy qush uchib kelib, Liliya opasiga Yunodan xat tashlab ketadi. Xatni o'qib Liliya opa va Orsi ota Yunoning ritsar bo'lganini bilishadi. Orsi ota xursandligidan butun qishloqqa jar solgani ketmoqchi bo'ladi. U Astani xatini o'qib ham o'tirmaydi, chunki Asta yiqilib qaytib kelyapman deb yozgandirda deb o'ylaydi, lekin Liliya opa uni to'xtatib Astaning xatini o'qib beradi. Asta ham o'tibdi. Orsi ota Asta qaytmasligini eshitib ozgina xafa bo'ladi, lekin baribir butun qishloqqa maqtanib chiqadi. Nash esa Astani o'tganidan xursand, chunki u ham endi orzusi sari intilishi mumkin. Endi esa Asta haqida gapiradigan bo'lsak, u ertasi kuni ertalab uyg'onib xonasidan chiqadi va kecha yo'q bo'lgan ustunga borib uriladi. Magna kelib buni tushuntiradi. Bu uy o'z-o'zidan shaklini o'zgartirib turadi. Asta esa hayron, lekin Magna xavotir olma, o'rganib ketasan deb tushuntiradi. Xullas Magna Astaga uyni aylantirib ko'rsatishga qaror qabul qiladi. Avval oshxonaga borishadi. U yerda Charmi bir o'zi ovqat yeb o'tiribdi. Keyin esa dushga borib cho'milishadi. Shundan so'ng Magna Astaga qizlar xonasini uzoqdan ko'rsatadi. Yo'lakka yaqinlashishga qo'rqishadi, chunki u yer to'la tuzoq ekan. Buning o'rniga u Astani hojatxonaga olib boradi va eshikni ochsa Yami o'tiribdi. Kapitan katta ish bilan band ekan. Yamining g'azabidan qochib qutulgach, ikkalasi yerto'laga tushadi. U yerda yirtqich hayvonlar saqlanadigan xona bor ekan. Magna yovuz tabassum bilan Astaga "Endi bu hayvonlarga sen qaraysan" deb vazifa yuklaydi. Astaning vazifasi hayvonlarga kuniga 2 mahal ovqat berish. Qog'ozda oson eshitilishi mumkin, lekin aslida bu maxluqlar juda dahshatli. Asta ovqat beraman deb yaqinlashganda bittasi uning boshini
ishlab oladi. Asta Magna bilan zo'rg'a qochib qutulishadi. Keyin esa kutubxona va o'yin xonasini ko'rishadi. Keyingi manzilga yugura ketayotib, ular Noelga, ya'ni qora buqalarni yana bir yangi a'zosiga duch kelishadi. Magna esa Noelni Astaga tanishtiradi. Asta esa jentelmenlik qilib qo'l bermoqchi bo'ladi, lekin Noel negadir uning qo'lini urib yuboradi va ruxsatsiz men bilan gaplashma deb kekkayadi. Uning fikricha Asta nafaqat dehqon, balki sehrsiz oddiy hasharot ekan. Shuning uchun u bilan gaplashishga arzimaydi. Noel qirollik oilasidan bo'lgani uchun burni osmonda. Asta esa uning kibrini tushunib, hazil aralash kechiring xonim deb yalinadi. Lekin aslida u Noelning uni teng ko'rmayotganini qabul qila olmaydi. Magna ham bunga qo'shilib Noelga tushuntiradi. Bu yerda sening maqoming bir teng. Lekin Noel baribir o'z bilganidan qolmaydi va agar Asta unga hurmatsizlik qilsa, sehr bilan jazolashini aytib o'tadi. U esa o'rningni bilib ol deb Astaga kuchli suv sehri bilan hujum qiladi. Lekin qizig'i shundaki, sehr oxirgi soniyada yo'nalishni o'zgartirib Magnaga borib uriladi. Noelning butun kurtoyligi bir teng bo'ldi. Lekin u xatosini tan olgisi kelmay aybni Magnaga to'nkaydi. Nega u yerda turibsiz? Mendan ruxsat so'radingizmi deb murojaat qiladi. Magna esa bu qizning qilig'iga chidolmay unga ochiqchasiga gapira boshlaydi. Menga kapitan Nozilning singlisi ekanligingni umuman qizig'i yo'q. Kapitan Yami seni rahm qilib olganiga shukr qil. Buni eshitgan Noel, bilasizmi nima, menga bu rasvo otiratingiz ham kerak emas deb plashni yerga uloqtiradi va ketib qoladi. Ertasi kun tong saharda Asta hojatxonani qidirib adashib qoladi va tashqariga chiqib ketib qoladi. Shu payt qayerdandir kelgan katta suv shari unga kelib uriladi. Asta hujum qayerdan kelganini qidirib Noelga ko'zi tushib qoladi. Bechora qiz bir necha soatdan beri daraxtdagi nishonga urishga harakat qilayotgan ekan, lekin bitta ham urolmabdi. Uning kuchi yetarli, nishonga ham to'g'rilay oladi, lekin negadir oxirgi soniyada sehr yo'nalishini o'zgartirib yuboraveradi va buning sababini u tushunmaydi va o'zini haqiqatdan omadsiz deb o'ylay boshlaydi. Qirollik oilasidagi qarindoshlari, hatto o'z akasi Nozil ham uni xuddi shu sababli kamsitganini eslaydi. Ma'lum bo'lishicha, ularning onasi vafot etgan va Nozil Noelga onamizni o'rniga sen o'lsang bo'lar edi deb qattiq gapirgan. Bu gap esa Noelning yuragiga xanjar kabi sanchilgan. U o'zini hurmat qiladigan insonlar uni tan olishini juda xohlaydi va tinmay mashq qiladi. Asta esa butalar orasida yashinib uni kuzatib turibdi. Yonida bitta anti qush ham qo'shilib olgan, lekin qush qanotlarini qattiq qoqib yuborishi oqibatida Noel ularni payqab qoladi. Noel Asta uning qanchalik dabdala ekanligini ko'rib ustidan kuladi deb o'ylaydi va haqorat eshitishdan qo'rqib eng kuchli suv hujumini ishga soladi. Lekin sehr yana o'ziga qarshi burilib, uni ichiga yutib yuboradi. Sehr butunlay nazoratdan chiqib ketadi va hajmi shunchalik kattalashadiki, butun shaharni suv bosib olishi mumkin. Qora buqalar a'zosi tashqariga yig'ilib nima qilishni bilmay qolishadi. Agar sehrga hujum qilishsa, Noelga jiddiy zarar yetkazib qo'yishlari mumkin. Yaxshiyamki ulardan sehrni yo'qqa chiqara oladigan bitta Joker bor. Yami Astani xuddi koptokdek suv shariga qarab uloqtiradi. Asta esa qilichi bilan sehrni parchalab Noelni qutqarib qoladi. Noel hamma ustimdan kuladi deb boshini egib oladi, lekin Asta uni maqtaydi. Men umrimda bunaqa vahshiy sehrni ko'rmaganman deb aytadi. Asta albatta unga hasad qilyapti. Chunki o'zida sehr yo'qdi. U Noelning nazorat qila olmayotgandan siqilganini tushunadi. Lekin unga taslim bo'lmasligini aytadi. Agar qattiq mashq qilsang, albatta o'rganasan deb murojaat qiladi. Noel Astaning bu so'zlaridan ta'sirlanib, uni hasharot deyishni bas qiladi va rahmat aytadi. Asta esa yangi hayotga moslashib, uy ishlarini qila boshlaydi. Butun uyni bir o'zi tozalab chiqadi. Agar suv yoki shamol sehri bo'lganda, bu ishlar xamir bo'lardi. Lekin Asta hammasini qo'lda qiladi. U nafaqat tozalaydi, balki kiyimlarni ham juvadi, hayvonlarga ham qaraydi. Ora-sirada boshi tishlanib tursa ham, eng qiyin vazifa ertalab kapitan Yamini uyg'otish. Bu esa haqiqiy o'lim bilan o'ynashish-ku. Kun bo'yi ishlab Asta tushunib yetadiki, sehrli ritsar bo'lish cherkovdagi hayotdan unchalik farq qilmas ekan. U nonushta paytida Noelga kir yuvish va tozalashda yordam berishini so'raydi. Noel esa men malikaman, kir kiyimlarni ushlamayman deb rad javobini beradi. Asta unga e'tiroz bildiradi, lekin Noel uning borligini umuman inkor qilib teskari qarab oladi. Shuning uchun u mavzuni o'zgartirib, Magnadan o'zi sehrli ritsarlar nima ish qiladi deb so'raydi. Qarang, bu bola ritsarlar qirollikni himoya qilishini bilmas ekan, shunchaki qirol bo'lish uchun avval ritsar bo'lish kerakligini bilgan xolos. Magna bu to'poyga tushuntirib beradi va tez orada missiya olishini
aytadi. Shu payt Yami kirib Magnani missiyaga olib ketadi. Asta ham boraman deydi, lekin Magna jiddiy ohangda bu faqat kattalar uchun deydi. Asta esa bu juda xavfli ish deb o'ylaydi. Aslida esa Yami va Magna kazinoga borib bor pullarni yutkazib o'tirishdi. Hatto kiyimlarigacha yutkazib bo'lgach, Yami grimoirni tikadi. Raqibi esa insofli ekan, ishdan ayrilmasin deb bitta iltimos evasiga o'ynaydi. Yami esa rozi bo'ladi va yana yutkazadi. Bazaga qaytib, Asta va Noelga birinchi missiyani topshiradi. Missiya Sausi qishlog'idagi yovvoyi to'ng'izlarni ovlash ekan. Bu shunaqa zerikarli va oson eshitiladiki, Noel rad etadi. Yami tushuntiradiki, bu o'sha qishloq oqsoqoliga karta o'yinida yutqazib qo'ygan ekan va qarz evasiga to'ng'izlarni yo'qotib berishga va'da bergan. Asta tushunadi va lekin o'zingiz yutqazibsiz, o'zingiz tozalang degandek qaraydi. Magna esa ularga tushuntirishga o'tadi. Ahmoqmisizlar, kapitan o'zini axlatini o'zi tozalaydimi? Biz boramiz axir deb tushuntiradi. Ilojisiz qolgan Asta va Noel Magnaning tuning qilingan supurgisida yo'lga chiqishadi. Ular qishloqqa ketayotganda qishloq tashqarisida portal ochilib, bir guruh notanish nusxalar paydo bo'ladi. Ularning boshlig'i muz sehri bilan to'ng'izlarni muzlatib qo'yadi. Maqsadi esa qishloqda yashirilgan sehrli toshni topish bo'lgan ekan. Endi esa Astaga qaytadigan bo'lsak, qishloqqa qo'nishi bilan uni yovvoyi to'ng'iz quvlab ketadi. O'zi ham Astadan 5 barobar katta maxluq ekan. Noya va Magna chetda o'tirib tomosha qilyapti. Noel balki yordam berarmiz deb savol beradi. Magna esa qo'ysangchi, men sizlarni tashib charchadim, abed qilib olay deb bahona qiladi. U Astaning to'ng'izdan kalta kiyayotganini ko'rib, bu bolaning terisi qalin, o'lmaydi deb parvo qilmaydi. Noel esa sharmanda bo'lib yordam berishni to'xtatadi. Xalaqt beradiganlar yo'qolgach, Asta qilichini chiqarib to'ng'izni tinchitadi. U bo'ldi, tugadi deb holsizlanib yiqilganda, Magna hali bu boshlanishi, yana o'nlab shunaqasi bor deb xushxabar aytadi. Asta esa baribir taslim bo'lmaydi va kun oxirigacha hammasini gumdon qiladi. Go'shtni oqsoqolga olib borish kerak. Shuning uchun Asta to'rtta to'ng'izni kallasini qo'yib, xuddi yuk mashinasidek ko'tarib ketyapti. Magna esa insof yuzasidan bittasini ko'tarib oladi. Baraka topkur. Oqsoqolning uyiga ketayotib, Magna o'tmishni eslab qoladi. U qo'shni qishloqda yashagan va grimoirni olgan paytda o'zini rayonni avtoritet deb hisoblab bezorilik qilib yurgan ekan. Kuchiga ishonib esa u qishloqni ham bosib olmoqchi bo'lgan. Hamma yoqda to'polon ko'tarilgan, lekin qishloq oqsoqoli uni quvib yetib, qilich sehri bilan tutib olgan ekan. Magna esa oqsoqoldan rosa tarbiyaviy soat, ya'ni kaltak olganiga qaramay taslim bo'lmay yana va yana unga tashlanavergan, lekin har safar yengilgan. Lekin bir kun oqsoqol Magnaning kuchini oshganini tan olib, unga sehrli ritsarlar imtihoniga borishni maslahat bergan. Magna o'zi kabi ko'cha bolasining imkoniyati yo'q deb o'ylagan, lekin oqsoqolning motivatsiyasi sababli hayotni o'zgartirib, qora buqalarga qo'shilgan. Shu sababli Magna oqsoqoldan bir umr qarzdor va unga yaxshilik qaytarmoqchi. Ular suhbatlashib ketayotganda to'satda Magna butun qishloqni quyuq va xavfli tuman qoplab olganini payqab qoladi. Asta o'zining to'poyligiga borib, bu yerda ob-havo shunchalik rasvo ekanda deb o'ylaydi. Lekin Noel tushuntiradiki, bu oddiy tuman emas, kimdir juda kuchli tuman sehrini ishlatgan. Noelning fikricha, agar ichkariga kirishsa ham yo'nalishni yo'qotib adashib qolishlari aniq. Magna esa hayron qoladi. Bunaqa darajadagi kuchga ega odam nega chekka qishloqqa hujum qiladi? Astaning qilichida esa anti-sehr xususiyati borligi uchun Magna unga tumanni kesib tashlashni buyuradi. Asta esa havoni kesib bo'lmaydi-ku deb ikkilanib qoladi. Bu esa xato, chunki sehr bo'lgani uchun Astani qilichi bemalol uni kesa oladi. Magna buni Astani sekin ishlaydigan miyasiga quyib qo'ygach, Asta ishga kirishadi va tumanni kesib yo'l ochishni boshlaydi. Ular esa qishloq bo'ylab xuddi chang yutgichdek yo'l ochib borishadi va markazga yetib kelishganda dahshatli manzaraga guvoh bo'lishadi. Hamma qishloq aholisi garovga olingan. Dushmanlar ularni muz nayzalar bilan o'ldirmoqchi bo'lganda, Magna vaqtida yetib kelib, hammani hayotini saqlab qoladi. Qishloq ahli esa sehrli ritsarlarni ko'rib xursand bo'ladi, lekin qo'rquvdan gapira olmaydi. Magna esa oqsoqolni qidiradi va uning jonsiz tanasini topadi. Demak, oqsoqol allaqachon yutqazib bo'lgan ekan. Dushman soatiga qarab kechikayotganini payqaydi va keyingi 10 soniyada uchalangizni ham o'ldiraman deb e'lon qiladi. U esa ulkan muz nayzasini hosil qilib Magnaga qarab otadi. Magna esa boya aholini qutqaraman deb bor ma'nosini sarflab bo'lgan edi. Shu payt Asta ikkalasidan ham oldinga chiqadi va hujumni kesib tashlaydi. U dushmanda nega bunchalik shafqatsizlik qilayotganini tushuntirishini talab qiladi. Dushmanlar guruhi esa hayron, bu ishda ritsar tuman to'sig'idan qanday o'tib keldi? Dushman Astaning jamoasi bilan urushishga vaqt behuda sarflash deb hisoblaydi, lekin keyingi 10 daqiqada ularni ham va qishloqni ham yo'q qilishga qaror qabul qiladi. Astaga esa buning qizig'i yo'q, unga javob kerak. Shuning uchun u qilichi bilan Hitga qarab tashlanadi va kelayotgan barcha hujumlarni kesib tashlaydi. Hit esa bu bolaning qilichi sehrni yo'qqa chiqara olishini tushunadi. Asta tinmay javob talab qilgach, Hit unga Clever qirolligidagi 3 ta hudud haqida gapirib berishni boshlaydi. Demak, u yerda zodagonlar hududi bor ekan. U yerda boy va badavlatlar yashaydi. Oddiy hudud, u yerda o'rta hol aholi yashaydi.
yashaydi va tashlandi hudud. U yerda eng past tabaqali dehqonlar yashaydi. Bu qishloq aynan tashlandi hududga kirar ekan. Bu yerdagi odamlar faqat kundalik ishlari uchun yetadigan ozgina sehr ishlata oladi xolos. Hit esa bu odamlarni foydasiz va ahamiyatsiz mavjudotlar deb hisoblaydi. Shuning uchun ularni bechora hayotiga nuqta qo'ymoqchi ekan. Bu odam aniq psixopat. Astaning butun hayotiy maqsadi sehrgarlar qiroli bo'lib, boylarga kambag'allar ham ular kabi inson ekanligini isbotlash edi-ku. Asta esa qishloq aholisi tarafida ekanligini aniq aytgach, Hit gapni ko'paytirmaydi va unga yanada kuchliroq sehr bilan hujum qilishni boshlaydi. Demak, hamma muzli nayzalar qafas ichida qoladi, lekin Asta qilichi bilan hujumlarni to'xtatib qoladi. Hit esa bu bola sehrni nafaqat kesishi, balki qaytarishi ham mumkinligini tushunib yetadi. Hit tinmay hujum qiladi. Magna esa holsizlanib qolganiga qaramay Astaga yordam berishga majbur bo'ladi. Noel ham yordam beraman deb urinadi, lekin yana o'sha eski hammom, eski tos. Sehri esa dushmanga tegmay yana sharmanda bo'ladi. Noel esa jamoasiga yuk bo'layotgandan yana qattiq uyaladi. U ularga xalaq berishni xohlamaydi, lekin kichkina qizaloq unga yalinib qutqarishni so'raganda, Noelning ichida nimadir o'zgaradi va uning grimoarida yangi sehr ochiladi. U sehrni faollashtiradi va butun hududni kuchli suv bilan to'ldirib va o'rab oladi. Hitning muzli nayzalari Noelning to'sig'idan o'ta olmaydi. Bu esa qizda qanchalik katta kuch yashirilganligini ko'rsatadi. Hit bor e'tiborini to'siqni buzishga qaratgan paytda Asta poylab turib dushmanni chalg'igandan foydalanib hujumga o'tadi. U qilichini uchi bilan Hitni jarohatlashga ulguradi, lekin Hit oxirgi soniyada yerni muzlatib Astani sirpantirib yuboradi. Keyin esa ulkan muz nayzasi bilan Astaga zarba berib uni hushidan ketkazadi. Shundan so'ng u asta sekin Noelni to'sig'ini muzlatishni boshlaydi, lekin Asta kutilmaganda yana o'rnidan turadi va yana zarba yeb uchib ketadi. Asta esa baribir taslim bo'lmaydi va "Mada!" deb baqirib qayta Hitga tashlanaveradi. Magna esa Astani ko'rib yoshligida qanchalik jo'shqin bo'lganini eslaydi va oqsoqol uchun qasos olishni xohlaydi, garchi kuchi tugab borayotgan bo'lsa ham. U o'zini majburlab to'siqdan chiqadi va Hit bilan yuzma-yuz keladi. Olov sehrini yo'qib, so'nggi zarbasini Hitga otadi. Lekin bu aslida chalg'itish edi. Haqiqiy inson Asta esa qilichini xuddi beysbol bitasidek ishlatib, olovni 10 barobar tezlik bilan Hitga qaytarib uradi. Olov o'chmayotganini ko'rib, Hit o'z tanasini muzlatishga harakat qiladi, lekin Asta yana sakrab kelib qilichi bilan unga zarba beradi. Hit bu bola hali ham qimirlayotganiga ishonmaydi, shafqat so'raydi, lekin Asta to'xtamaydi. U yovuzni urib hushidan ketkazadi. Magna esa qolgan kuchini yig'ib barcha dushmanlarni bog'lab qo'yadi. Biroq Hitdan boshqa dushmanlar qandaydir g'alati sehr bilan erib g'oyib bo'lishadi va qochib qutulishadi. Asta tanasini haddan tashqari zo'riqtirib yuborgani uchun hushidan ketadi. Noel esa bu dehqonlarni qanchalik baqiroq va ahmoq ekanligini aytib noliydi. Lekin Noel uni yomon ko'rmaydi, aksincha bu bola unga qiziq tuyula boshlaydi. Qishloq ahli ham uchala qora buqalar ritsariga minnatdorchilik bildirishadi. Shu payt Astaning orqasidan ergashib yurgan haligi antiqush plash ichidan chiqib yaqin atrofdagi uyga uchib boradi va Hit qidirayotgan sehrli toshni topib oladi. Hit esa o'ziga kelganda Magna endi qolgan umring qamoqda o'tadi, gunohlaringni yuvishing kerak deb murojaat qiladi. Hitga esa buning qizig'i yo'q. U ritsarlar bilan gaplashib vaqtini ketkazgisi ham kelmaydi. Buning o'rniga u o'ziga zarar yetkazuvchi sehr buyumni faollashtiradi va o'z joniga qasd qiladi. Hamma dong qotib qoladi. Asta uchun esa hayot bu eng oliy ne'mat. Ular hayotlarini shunchaki axlatga uloqtirgandek voz kechishlarini ko'rib, Astani yana battar g'azabi keladi. Xullas, qishloq ahli oqsoqolni hurmat bilan dafn etib, u dunyoda tinchlik topishini so'rab duo qilishadi. Magna oqsoqolni nevarasidan eshitishi bo'yicha bugun u uyga juda xursand kelgan ekan, chunki qimorda bir guruh sehrli ritsarlarni yutib qo'yganmish. Bolaning aytib berishicha, oqsoqol doim sehrli ritsarlarga havas qilgan va o'zini ham ritsar bo'lish orzusi bo'lgan ekan. Lekin bu orzusi amalga oshmagani uning hayotidagi eng yagona armoni bo'lib qolgan ekan. U yoshligida yetarlicha harakat qilmagani uchun o'tolmagan deb hisoblagan. Shuning uchun nevarasiga doim qattiq mehnat qil deb o'qittirgan ekan. Bolalarning aytishicha, Magna ritsarlikka o'tganini eshitganda oqsoqol juda xursand bo'lgan va unga doim omad tilagan. Endi bu bola ham bobosining orzusini davom ettirib, sehrli ritsar bo'lmoqchi. U o'z xalqini himoya qilib, boshqa hech bir bola u kabi azob chekmasligini ta'minlamoqchi ekan. Magna esa bolaga dalda berib, agar qattiq harakat qilsa, o'z taqdirini o'zi belgilay olishini aytadi. Ularning suhbatini eshitib, Asta yana sehrgarlar qiroli bo'lishini motivatsiyasini oladi. Shu payt haligi antiqush og'zida sehrli tosh bilan Astaning boshini cho'qiy boshlaydi. Asta qushning og'zidagi toshni ko'rib qoladi. Bola esa bu tosh bobosining tumori ekanligini aytadi.
Shunday qilib Asta qushdan toshni olmoqchi bo'ladi, lekin qushning jag'i xuddi 11dek ekan, qo'yib yubormadi. Asta taslim bo'ladi. O'zi g'alati holat. Odatda u taslim bo'lmasdi. Qush esa og'zidagi tosh bilan uning boshiga chiqib o'tirib oladi. Noel qushni juda yoqimtoy deb o'ylab, "Ke mening boshimga o'tir" deb chaqiradi. Lekin qush unga parvo ham qilmaydi va Astani cho'qishda davom etadi. Hamma bechora Astaning holiga qotib kuladi. Boshqa bir joyda qochib ketgan dushmanlar o'z boshlig'iga hisobot berishadi. Kit mag'lub bo'ldi va sehrli tosh qora buqalar qo'liga o'tdi. Boshliq buni katta muammo deb hisoblamaydi, chunki u butun qora buqalar otryadini bir o'zi yo'q qilishiga ishonadi. U bir tosh lavhaga qaraydi. Unda esa bir nechta sehrli toshlar joylashtirilgan ekan. Sirli boshliqning aytishicha, agar hamma toshlar shu yerga yig'ilsa, u ustozni qayta tiriltira olar ekan. Xullas, uchala buqa bazaga qaytib kapitan Yamiga bo'lgan voqeani aytib berishadi. Yami vaziyatga kulib yuboradi, lekin Asta unga tanbeh berib, "Odam o'ldi-ku, bu kulgili emas" deb aytadi. Yami esa "Siqilganing bilan oqsoqol tirilib qolmaydi" deb bahslashadi. Magna ham unga qo'shilib, "Oqsoqol tirik bo'lganda bizni xursand va g'ayratli bo'lishimizni xohlar edi" deb qo'shib qo'yadi. Shuning uchun u Asta va Noelni kulishiga undaydi. Ular esa majburan g'alati qilib kulib qo'yishadi. Yami jilmayib qishloqni muvaffaqiyatli himoya qilganlari uchun ularni maqtaydi. "O'zingiz bilan faxrlaninglar" deydi. Shu payt Finral va Vanessa portal orqali bazaga kirib kelishadi. Ular sehrli tergov bo'limidan qaytishgan ekan, lekin hech narsa topa olishmabdi. Hitdan qolgan yagona narsa bu cho'ntak soati ekan, lekin tergovchilar undan biron bir ip uchi topa olishmabdi. Magna esa bundan g'azablanib buyumlarni sindira boshlaydi. Uni to'xtatish uchun Yami ironiya qilib, o'zi ham devorni buzib tashlaydi va "Uyni buzmanglar" deb baqiradi. Xullas, tergovchilarning soati qimmatligiga qarab taxmin qilishicha, hujumlar yo qirollik oilasidan yoki zodagonlardan bo'lishi mumkin ekan. Haligi qush esa Astani boshiga chiqib olib, uni cho'qishni boshlaydi. Astaning sabri tugab, "Bo'ldi, endi hozir seni KFC qilib yuboraman" deb baqiradi. Noel esa "Bechora qushga tegma" deb uni orqasidan himoya qilaman deb yugurib ketadi. Natijada butun bino ostin-ustin bo'lib ketadi. Ularning to'xtatish uchun Yami yana bitta devorni buzib kiradi va "Narsalarni sindirmanglar" deb baqiradi. Eng qizig'i, o'zi hammadan ko'p zarar yetkazayotgan odam shu-ku. Xullas, Yami bu mavzuni yopib, qora buqalarga xushxabar borligini aytadi. Ma'lum bo'lishicha, Asta, Noel va Magnani qahramonligi sehrgarlar qiroligacha yetib boribdi va u ularni xizmatini tan olib bitta yulduz beribdi. Asta esa bir zum xursand bo'lib sakraydi va keyin esa "O'zi yulduz nima degani?" deb so'raydi. Vanessa esa uni o'lik miyasiga tushuntiradi. Yulduz bu sharaf belgisi. Sehrgarlar qiroli buni eng yaxshi ko'rsatkichga ega ritsarlarga beradi. Har yili hamma otryadlar kim ko'p yulduz yig'ish bo'yicha musobaqalashadi. Vanessaning aytishicha, hozircha Oltin tong 70 ta yulduz bilan reytingda birinchi o'rinda ekan. Asta esa qiziqib qora buqalarda nechta yulduz borligini so'raydi. Yami esa "Pinagini buzmay bu yulduzni qo'shsak -30 da bo'ladi" deydi. Asta qanday qilib minus yulduz bo'lishi mumkinligini umuman tushunmaydi. Lekin bitta narsani aniq biladi. Bunaqa ketishda u Yunoga yetib ola olmaydi. Yami esa "Siqilma" deb hammaga oylik maoshini tarqatadi. Hamma xursand bo'lib turganda Yami yana bir xushxabarni aytadi. Ertaga ham dam olish kuni ekan. Finral darhol qizlar bilan uchrashuvga chiqaman deb reja tuzadi. Gardon esa sekingina "Kellaring, hamma bilan birga aylangani boramiz" deb aytadi. Asta esa oylikni ko'rib, "Voy vo, bu pulga 10 yillik kartoshka olsa bo'ladi-ku" deb xursand bo'ladi. Noel uchun esa bu pul semichka pulidek gap. U bunaqa kam oylikka ishlaymanmi, balki ketvoramanmi deb o'ylanib qoladi. Lekin u Astadan "Nima bo'la u kartoshka" deb so'raydi. Asta esa erinmay tushuntiradi. Qishloqdagi g'alati ta'msiz qizil kartoshkalar o'sarkan. Ular faqat shuni yeb kun ko'rishgan ekan. Noel "Fu, mazasi rasvo bo'lsa kerak" deb o'ylaydi, lekin Asta "Lili opam pishirsalar go'shtdan ham shirin bo'ladi" deb maqtanadi. Noel esa "Lili opang kim o'zi?" deb so'raydi. Asta esa "U cherkovimiz rohibasi va kelajakda mening xotinim bo'ladi" deb orzularni aytib beradi. Noel esa "Rohiblar yerga tegmaydi-ku, kallang joydami" deb hayron bo'ladi. Lekin Astaga qonun qoidalarning qizig'i yo'q. U maqsadiga erishish uchun nimalar qilishini valdirashini boshlaydi. Noel esa u bilan bahslashib ham o'tirmaydi va uni foydasiz deb biladi. Vanessa esa Astan oldiga kelib pulni nima qilmoqchiligini so'raydi. Asta hamma pulni yetimxonaga jo'natmoqchi ekanligini aytadi. Vanessa uning bu oliyjanobligiga qoyil qoladi, lekin ozgina ham o'zingga olib qol deb maslahat beradi. Asta esa pulni nimaga ishlatishni bilmaydi. Shuning uchun Vanessa ertaga poytaxt ostidagi qasr shaharchasiga shoppingga boramiz deb aytadi. Reja bo'yicha ertasi kuni ular Vanessaning supurgisida shaharchaga yo'l olishadi. Lekin joy torligi uchun Asta muvozanatni saqlayman deb Noelning belidan ushlab oladi. Noel esa refleks tufayli uni itarib yuboradi va Asta osmondan gup etib yerga tushadi. Astani qutqarib olgach, shaharchaga borishadi. Asta bir kun kelib yetimxona bolalari va Lili opamni shu yerga olib kelaman deb niyat qiladi. Shu payt Vanessa osmonda
yo'lda supurgida uchib turgan go'shtni ko'rib qoladi va bu singlisi uchun kiyim olgani kelgan bo'lsa kerak deb taxmin qiladi. Asta esa keyin Charmini ko'rib qoladi. U qaysidir restoranda tog'dagi ovqatni paqqos tushiryapti. Uning ishtahasini ko'rib Astaning ko'ngli aynib ketadi va boshqa tomonga qarasa Finral ko'chada duch kelgan qizga shilqimlik qilib yuribdi. Ular shahar bo'ylab yurishganda odamlar ularni qora buqalar a'zosi ekanligini tanib qolishadi. Ma'lum bo'lishicha, shahar aholisi bu otryadni unchalik ham yoqtirmas ekan. Noel bundan uyalib ketadi. Qayerga tushib qoldim o'zi deb o'ziga o'zi savol beradi. Vanessa esa o'ziga kerakli dorivor narsalarni sotib olgach, ularni tinchroq joyga boshlaydi va bir tor ko'chaga olib kiradi. Bu berk ko'chaga o'xshaydi, lekin Vanessa bu soxta devor deb ikkalasini ichkariga olib kiradi. Yaxshilab ular qarasalar, yer osti qora bozori ekan. Vanessaning aytishicha, bu yerda juda kuchli sehrli buyumlarni topsa bo'ladi, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Noel esa astachalik xursand emas, chunki u qirollik oilasidan-da. Bunaqangi kanalizatsiya joyiga o'xshagan joylarda yurishni o'ziga ep ko'rmaydi. Vanessa unga burningni jiyirma deb kayfiyatini ko'tarish uchun bu yerda sehrni boshqarish uchun yordam beradigan buyumlar borligini aytadi. Buni eshitib Noelning ko'zlari chaqnab ketadi va marjonga o'xshash bir artefaktni topib oladi. Bu artefakt sehrni barqarorlashtirishga yordam berar ekan, lekin Noelga uning dizayni yoqmaydi. Juda didsiz ekan deb noliydi. Shunday bo'lsa ham sinab ko'rish uchun u taqib sehrni ishlatib ko'radi va yana o'xshamaydi. Uning sehri borib bir bolaga tegadi. Qarasalar, bu o'sha Sekkiku. U bu ikki go'zal qiz Asta bilan birga ekanligini bilmay darhol podkat qilishga tushadi. Shu payt Asta kelib qoladi va qizlar bilan gaplashishni boshlaydi. Sekki buni ko'rib hasaddan yorilib ketay deydi. Imtihon kunidagi alam hali ham ichida, lekin Yuno qilgan ishdan keyin gimperlashga qo'rqadi. Qora bozorning boshqa burchagida esa bir o'g'ri kampirning hamyonni o'g'irlab ketadi. Asta darhol uni tutish uchun orqasidan yuguradi. Sekki qizlarga o'zini ko'rsatib qo'yish uchun o'zining bronza velosipedini minib, u ham o'g'rini orqasidan quvlaydi. Asta esa yugurib o'g'riga yetib oladi. O'g'ri bo'lsa uchar bulutda uchib ketyapti. Haqiqiy anime fanatlari bu bulut qaysi bulutdan ekanligini kommentariyada yozib qoldiring. Xullas, Asta qilichini otib, u bulutni yo'q qilib yuboradi, lekin Sekki fursatdan foydalanib o'g'rini birinchi bo'lib tutib oladi. Lekin qahramon menman deb keriladi. Lekin aynan shu payt o'g'ri uning oyog'iga zaharli pichoq sanchib olganini u sezmay qoladi. Ko'zi xiralashib, Sekki tamom o'ldim deb o'ylaydi va so'nggi damlarda xuddi Hind kinolaridek drama qilib orzusini Astaga vasiyat qiladi. Men uchun ham cho'qqiga chiq deb ko'zini yumadi. Asta uning boshiga bitta urib o'ziga keltiradi. O'zingga kel aktyor, o'lmay turib vasiyat qilma deb murojaat qiladi. Vanessa uning oyog'iga darhol antidot urib qo'yadi va Sekkining bu qilig'ini ko'rib rosa kuladi. Bu zahar odamni o'ldirmaydi, shunchaki uvishib qolasan deydi xolos. Vahimani qarang bularni. Xullas, o'ziga kelgach Sekki o'g'rini qamoqqa olib ketadi. Astaning jamoasi esa hamyonni kampirga qaytarib beradi. Kampir ularga rahmat aytadi va ular ketishi bilan bizga ma'lum bo'ladiki, bu kampir aslida sehrgarlar qiroli Yuliusning o'zi ekan. U shunchaki niqoblanib hammani kuzatib yurgan ekan. U Astaning sehrini yo'q qilish kuchi juda qiziqarli deb topadi va kelajakda bu bola nimalarga erishishini kutib qoladi. Yuliusning yordamchisi qasrga qaytalik janob deb yalinadi, lekin Yulius ozgina aylanay yangi sehrlarni ko'rgim kelyapti deb qaysarlik qiladi. Shu payt u uzoqda Yunoni ko'rib qoladi va ana endi bunisini tomosha qilamiz deb uning orqasidan tushadi. Yuno, Klaus va Oltin tonning yana bir yangi a'zosi Mimoza bilan birga missiyada yuribdi. Ular Salimni o'sha Yuno imtihonda yengan boyvachchalarni yurak qirolligigacha kuzatib qo'yishlari kerak ekan. Salim esa u yerda o'qimoqchi emish. Uning otasi sehrli ritsarlarga katta homiylik qilgani uchun kapitan William Klaus nega aynan Yunoni tanladi ekan deb hayron bo'ladi. Javob esa tez orada ma'lum bo'ladi. Salim esa Yunoga yuzlanib imtihonda uni kamsitgani uchun uzr so'raydi. Qarang-a, insof kirib qolibdi. Salim Yunoning kelajagiga ishonib, sen baribir sehrgarlar qiroli bo'lasan deb dalda beradi. Keyin esa qayerdan kelgansan deb so'roqqa tutishni boshlaydi. Yuno tashlandi hududdagi Hagi qishlog'idanman deganda Salim darhol taniydi. Axir bu birinchi sehrgarlar qiroli iblisni yengan va o'sha iblisning qal'asi hamon turadigan joy-ku deb murojaat qiladi. Salim Yunodan o'zi haqida ko'proq aytib berishini so'raydi. Yuno ham erinmay cherkov ostida topilganini aytib beradi. Salim esa shaxsiy savollarni ko'paytirib yuborganda Klaus chetda turib Sherlock Holmesni yoqadi. Nega Salimning oilasi teleportatsiya sehridan foydalanmadi? Agar xavf bo'lsa, nega ko'proq soqchi olmadi? Bu bolada qandaydir yashirin maqsad borga o'xshaydi-yo.
Klaus endi shubhalanib turganida to'satdan qora bulut paydo bo'ladi. Yuno tekshirgani borganda bulut ichida bir to'da sehrgarlar chiqib faqat va faqat Yunoga hujum qiladi. Yuno esa shamol burgutlarini ishga solib, ularni bir soniyada yer tishlatadi. Salim esa qoyil qolib, Yuno meni qishlog'ingga olib bor, u yerni ko'rmoqchiman deb turib oladi. Klaus esa bo'lmaydi demoqchi bo'ladi, lekin Salim bu yerda kim xo'jayin o'zi deb tushuntiradi va ularni Hagi qishlog'iga borishga majbur qiladi. Qishloqqa yetib kelishganda Lili opa Yunoni ko'rib, xuddi o'z bolasini ko'rgandek xursand bo'lib ketadi. Bor yo'g'i 2 oy o'tgan bo'lsa ham Lili opa uni yillar davomida ko'rmagandek, sog'ingan va ancha ulg'ayibsiz deb maqtaydi. Yuna esa shunchaki o'tib ketayotgandek deb vaziyatni tushuntiradi. Lili opa Klausni darhol taniydi va Yuno xatlarda siz haqingizda ko'p yozgan deydi. Klaus buni eshitib ichida voy bu bola meni yomonlab yozgan bo'lsa-ya deb o'ylab qoladi va sovuq terga botadi va mavzuni yopishga harakat qiladi. Shu payt Orsiota paydo bo'ladi va Yunoni ko'rib o'g'lim deb yig'lab yuboradi. U Yunoni bag'riga bosmoqchi bo'lib tashlanadi, lekin Yuno xuddi matritsadek sovuqqonlik bilan chap berib qoladi. Bechora ota esa havoni quchoqlab qoladi. Shunga qaramay Orsiota mehmonlarni kechki ovqatga taklif qiladi. Garchi cherkov boyvachchalar uchun tor va g'arib ko'rinsa ham ular ichkariga kirishadi.